14 ta dona bati bilan maqtanib yuradigan ba'zi bat bilan ishlaydigan kompaniyalar Faberlikda batlariga bitta kelib ko'ringlar, bitta ko'ringlarsizlar, juda ham xijolat bo'lib qolasizlar-da. Faberlikda bat kerakmi? Bor. Ozdiruvchi kokteyllar kerakmi? Ano kompaniyanikidan ancha ham arzon, effekti bomba bo'lgan ozdiruvchi kokteyllar bor. Kollagenlar kerakmi? Bor. Qanchasini xohlasangiz. Mo'shi sredstva kerakmi? Bor. Arzoni ham, sifatlisi вообще zo'r. Parfyum kerakmi? Fransuz parfyumlari bor. Kosmetika, dekorativniy kosmetika kerakmi? Yevropada ishlab chiqarilgan dekorativniy kosmetikalar bor. Nima xohlaysiz? Kiyim-kechak kerakmi? Bor Faberlikda. Idish-tovoq kerakmi? Bor Faberlikda. Gigiyenik vositalarchi? Wow, zo'rlari bor Faberlikda. Endi ham aytingchi, Faberlik modadan qoldimi deb. Nima uchun Faberlik O'zbekistonda 19 yildan beri turadi-yu, qolganlari emas? Bir o'ylab ko'ring.